Agar Ronaldo O'zbekistonda tug'ilganda nimalar bo'lardi? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Birinchi navbatda iqtidoriga qaramasdan u seleksiya va tanlovlardan o'ta olmasdi. Tanish-bilish, korrupsiya va yopiq eshiklar uni chetda qoldirardi. Hatto zo'r bo'lsa ham jamoaga olmasliklari mumkin edi va chet elga chiqish deyarli imkonsiz bo'lardi. Agent yo'q, til yo'q, PR yo'q. Yevropalik skautlar uni ko'rmasdi ham. Ronaldo oddiygina futbolchi bo'lib qolardi va juda ko'p iste'dodli bolalar sport maktablarida va akademiyalarda e'tiborsiz qolishadi. Murabbiylar ba'zan pul to'laydigan va homiyli bolalarni afzal ko'rishardi. Uning oilasi va qarindoshlari esa unga pul top, ishla, futboldan foyda yo'q degan gaplarni aytishadi. Bu stress Ronaldoning o'yiniga va kayfiyatiga juda qattiq ta'sir qilardi. Kundalik hayot bosimi esa uni futbolni tashlashga majbur qilishi mumkin edi. Chunki oddiy jamoalar unga 2-3 million so'm maosh taklif qiladi. Lekin bu pulni ovqatga, transportga, kiyimga va oilaga yutqizish kerak bo'lardi. Lekin bu pullar umuman yetmasdi. Xulosa qilib aytganda, u futbolda iqtidor ustun bo'ladigan davlatda tug'ildi. Agar u shu yerda tug'ilganda, u faqat mahalladagi eng zo'r futbolchi bo'lardi. Dunyo esa u haqida bilmagan bo'lardi. Siz nima deb o'ylaysiz?